Alloh buyukligiga oddiy lekin bir chuqur dalil bor. U vaqtni yaratgan. Vaqt bu insonni o'ylab topgan tushunchasi emas. U yaratilgan, u belgilangan, u hukm qiladi. Qur'onda Alloh vaqtni aytadilar. Val asir. Innal insana la fi khusr. Asr vaqt bilan qasam. Albatta inson ziyondadir. Asr surasi. Alloh vaqt bilan buyurgan demak. Vaqt oddiy narsa emas, bu ilohiy ishoradir. Azizlarim, vaqt eng oliy hakamdir. U hech qachon to'xtamaydi. Uni hech kim ortga qaytara olmaydi. Uni hech kim sotib olmaydi. Vaqt bu ko'rinmas kuch. U har bir tirik jonga shunday deydi: sen abadiy emassan. Vaqt uchun na masofa bor, na millat, na boylik, na mansab. Podshohlar ham, payg'ambarlar ham, olimlar ham, oddiy insonlar ham barchalari vaqt qanotida uchganlar va vaqt qanotida uchmoqdalar. Fan hamisha shu haqiqatni tasdiqlaydi va isbotlaydi. Hatto yulduzlar ham tug'iladi, yashaydi va so'nadi. Galaktikalar ham harakatda. Olimlar esa aniqlagan, bizning samon yo'l galaktikamiz ulkan koinotning tizilmasini ichida. U Lanikeya deb atalgan super klaster tizimida turadi. Bizning samon yo'limiz, ya'ni bizning galaktika va barcha galaktikalar kabi bizning galaktika ham harakat qilmoqda. Ular hatto gravitatsion markaz, buyuk attrakator tomon harakatlanadi va hozirgacha harakatlanmoqda. Umumiy qilib aytganda, olimlar shuni isbotlashgan, bir daqiqa ichida bir necha 100 ming kilometr tezlikda galaktikamiz bilan birgalikda harakat qilmoqdamiz. Ya'ni bu degani butun galaktika va koinotlar ham so'nggi manziliga ega. Bu fanda bir necha bora isbotlangan faktlar. Ya'ni koinotlar ham yo'lda, ular ham vaqt izmida. Demak, biz o'ylagancha hamma narsa ham tartibsiz emas. Harakat bor joyda qonunlar bor. Qonun bor joyda iroda bor. Va nihoyat ushbu iroda Allohnikidir. Qur'oni Karimda aytilgan: "Kullu man alayha fan", ya'ni yer ustidagi barcha narsa foniy. Rahmon surasida keltirilgan. Ya'ni hamma narsaning ham oxiri bor. Olimlar koinotni katta portlash orqali boshlangan deyshadilar. Bu ilmiy nazariya, lekin olimlar hali hanuz bu savolga javob topa olishmagan. Bu borada izlanishlar Dronni Colliderning dunyoga kelishi va uning ustidan tajribalar olib borilayotganligi hali hanuz hamma biladi. Lekin katta savol qoladi. Portlash nimadan bo'lgan? Qonunlar qayerdan keladi? Vaqt qachon boshlandi? Qur'oni Karim esa bu masalaga javob berib o'tgan. U osmon va yerlarni yo'qdan bor qilgandir. Baqara surasida keltirilgan. Yo'qdan bor qilish bu inson aqli to'liq qamray olmaydigan bir mo'jizadir. Insonning hayotiga qarang. Biz tug'ilamiz, o'lamiz, sinovdan o'tamiz. Lekin afsuski ba'zilarda kibr paydo bo'ladi. Ba'zilar o'zini abadiydek his qiladi. Ba'zilar esa men hammadan ustunman deb o'ylaydi. Lekin vaqt hammani teng qiladi. Vaqt Allohning eng odil ne'mati va hammaga bir xil berilgan. Bir kunda 24 soat bu boyga ham, kambag'alga ham, hattoki ulug'larga ham tengdir. Qur'oni Karimda aytilgan: biz sizlarni yaxshilik va yomonlik bilan imtihon qilamiz. Anbiyo surasi. Demak, vaqt bu imtihon maydonidir. Bu dunyomiz sinov zali, vaqt esa savollar, amallar esa bu javoblardir. Kimdir vaqtni qadrlaydi, kimdir uni isrof qiladi. Lekin har bir insonning o'z o'lchangan vaqti bor. Har bir inson o'z vaqtini o'tamoqda, o'z vaqtidan o'tib bo'lgan. Payg'ambarlar ham o'tgan, podsholar ham o'tgan, olimlar ham ketgan, yulduzlar ham so'nadi. Galaktikalar ham o'z yakuniga qarab harakatlanmoqda. Bularning barchasi o'zining vaqt qanotida suzmoqda. Alloh taolo vaqtni yaratar ekan, insonlarga, barcha mavjudotlarga adolatni ochib berdi. Vaqt yumshoq, lekin yengilmas kuch. U baqirmaydi, u shoshmaydi, lekin u hamishangidek yengadi. Qur'onda keltirilgan: Alloh sabr qilguvchilar bilan birgadir deyilgan. Baqara surasida keltirilgan.
Sabr bu vaqt bilan yashashni bilganlarning sifatidir va bu narsalarni tushungan insonning ongiga shu narsa shakllanadi. Alloh naqadar darajada buyuk, Allohga tengi yo'qdir. U tug'ilmagan, u abadiy, u barcha zamonlarning egasidir. Huval avvalu val oxir, ya'ni u avval ham, oxir ham degan ma'noni bildiradi. Hadid surasida keltirilgan. Farishtalarni yaratgan ham u, koinotni yaratgan ham u, vaqtni yaratgan ham u. Vaqt bu Allohning sukutdagi oyatidir, ya'ni ko'rinmas mo'jiza. Vaqt bizga shukr qilishni o'rgatadi. Vaqt bizga tavba qilishni o'rgatadi. Va nihoyat vaqt bizga haqiqatni ham ko'rsatadi. U bizga qayta-qayta eslatadi. Sen mehmonsan. Koinotning boshlanishi bor ekan, demak yakuni ham bor azizlar. Hayotning ham boshlanishi bor ekan, oxirati ham bor azizlarim. Qur'onda shunday yozilgan ekan. So'ngra siz Rabbingizga qaytasizlar. Va albatta Yusuf surasida vaqt bizdan oldin yuradi. Vaqt bizdan keyin ham qoladi. Lekin vaqt ham Alloh taologa bo'ysunadi. Biz shunchaki insonmiz azizlar. Lekin vaqt orqali bizga buyuk haqiqat ko'rsatilgan. Alloh buyukdir va barcha narsa uning irodasi bilan harakatda. Har bir zarra, har bir yulduz va nihoyat har bir inson va mavjudotlar. Bularning barchasi Alloh taolo yaratgan vaqtning izmida. Va oxirida hammamiz bir manzilga boramiz. Shu haqiqatni anglagan insonga ikki narsa tug'iladi: qo'rquv va muhabbat. Qo'rquv bu hisob uchun, muhabbat esa yaratgan uchun. Alloh buyuk azizlar. Ajoyib ro'za Ramazon oyida turibmiz. Buni qayta-qayta aytishdan hech qachon charchamang. Yuqorida aytib o'tilgan barcha gaplarga diqqat bilan e'tibor bering. Agar biz shuni tan olib, anglashni bila olsak, demak biz to'g'ri yo'lda. Ha azizlarim, Alloh buyuk. Vaqt uning insonga bergan odil sukutdagi yengilmas tuhfasi. Azizlarim, videoni oxirigacha kuzatganingiz uchun tashakkur. Kanalga obuna bo'lishni esingizdan chiqarmang. Fikringizni kommentariyalarda qoldiring. Videoga like bosish esingizdan chiqmasin. Dasturimizni tugatar ekanmiz. Siz bilan ajoyib kunlarda yana ko'rishguncha salomat bo'ling.